Demak, biz bu yerda hozir ko'rishimiz mumkin Haimoxon va Topcon texnologiyali quyosh panellarining maketlari joylashtirilgan. Bu yerda xona yoritishni hisobiga quyosh panellari tok ishlab chiqaryapti va diodga bu tok yetib boryapti. Endi ko'rishimiz mumkin, bu yerdagi soylanish funksiyasini solishtirishimiz mumkin. Demak, mana Haimoxon mahsulotini soylashtirib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biroz yo'qotish bor, lekin juda ham ko'p emas. Lekin Topcon texnologiyali quyosh panelini ko'radigan bo'lsak, soylanishning hisobiga keskin elektr energiya ishlab chiqarish ko'rsatkichi kamayib boryapti. Bu nimani hisobiga amalga oshiriladi? Biz bilamizki, quyosh panellarining elementlarining ortida diod vazifasini bajaruvchi qo'shimcha plastinalar, ya'ni PN qatlamlar hosil qilingan Haimoxon mahsulotlar. Shuning hisobiga har bitta elementning orqasidagi qatlamlar bypass diod vazifasini bajarishga xizmat qiladi. Misol uchun bu yerdagi sxemada ham ko'rishimiz mumkin. Demak, bitta element bloklanadigan bo'lsa, an'anaviy panellarda hamma element o'sha qatordagi elementlar bloklanadi. Lekin Haimoxonda ko'radigan bo'lsak, har bir elementning ortida bypass diod vazifasini bajaruvchi qatlam bo'lganligini hisobiga tok kelib, demak o'sha elementdan aylanib o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Bu soylangan paytda energiya yo'qotilishini maksimal 70% gacha kamaytiradi va bundan tashqari quyosh panellarida biz bilamiz bloklanib qolganda qizib ketadi. Qizish ko'rsatkichini ham 28% gacha kamaytiradi. Bu quyosh panellarining xavfsizligini yanada oshiradi.